Mana ol, choy. Sinfdoshiga yerga tegganlar bormi? Oling Farhod aka. Rahmat. Yo'q, sinfdosh. Yegora. Xonzo? Ya qiz farzandimiz bo'lsa, ismini Muxlis qo'yamiz. Biz sinfda muxlis hali ham Yo, unutmadik. nima, faqat shuni Bekor tushiralasan. degansiz. Muxlis deb. Bu prosta ism bu. Bilardim. Hop, stop. Ha, Bo'pti, mayli. Qiz bo'lmasin deylik, mana o'g'il bo'ldi deylik. Ismini nima qo'yamiz? Murod qo'yamiz. Bilardim, sen o'sha Murod bilan. Chirniyozingizni. Murodni duxi ham yetmagan menga gapirgan. Tushundingizmi? Murod bilan. Shagom. Xo'p. Hozir men ketyapman. Qayerga ketyapsan? Nima? Ketyapsiz? Ha. Sinfdoshlar bilan choyxonam bor, borib keling. Men ham boraman. Senga nima bor erkaklarning orasida? Voy, meni sinfdoshlarim-ku, yu ketdi. Ha, boshqa guruh katta qilganman. Ha, siqilyapsan. Qizing tashlab ketdimi? Ha, bor xolamdan so'ra, nima ovqat qilay? Xonzo, to'g'ri tushun, endi u seni xolang emas, oyijon bo'ladi, oyijon. Keyin nima xarsi bor, men san so'raverasan, yo ering deb ko'rmaysanmi? Erim deb ko'raman, ha. Yaxshi ko'raman. Endi 9 yil birga katta bo'ldik-ku. Qanaqadir sizlash qiyin bo'ldi. Yaxshi ko'raman-ku. Ovqat yeysanmi? Bo, nimaga shu sinfdoshimni tanlading? Sinfdoshingga men o'lay, bor. Nima yeysan?